Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Chorsu bozorida arzor qilamiz. Xudo xolasa ko'rib turinglar. Oxirigacha narx-navolarni, olmalarni, mandarinlar narxini, bananlar narxini video qilamiz. Xudo xolasa ko'rib, like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Yaxshi video qilamiz xudo xolasa. Assalomu alaykum xola. Nech pul ekan bu limon xola? 38 ming. Aka kivi nech pul? Kivi 24 beraman. Mandarinchi? Mandarin. 125 ming. Al. Yo'q, video qilyaptim aka. Aka qizil olma nech pul? Bu maydasichi? 1.5. Obunachilar, olmalar narxi ko'tarilib qolgan. Aka qizil olma nech pul? 20 ming yo'q bunisi. Bunisi 20 mingmi? Olmalar narxi ko'tarilib qolgan. O'shan qarab kelaverasizlar bozorga. Bo'yka olma. Aka bo'yka olma nech pul ekan yeriga? 11 maydasichi? 6 ming. Qizil olmangiz nech pul? Qizil 15 ming. Limon nech pul aka? 32 ming. Qaydiki? Aka nok nech pul? 25 ming. Navolar ancha baland, ancha o'sib qolgan navolar. Shunga qarab bozorga kelaverasizlar. Uzumdan ham ko'tarilib qolgan uzumdan. Assalomu alaykum. Nech pul ekan? Men qizga berib 35 ming kelgan aka salom. Nech pul ekan salom? 17 mingdan berib aka. 17 ming? Bunisi-chi? Bu aka 16 ming aka. Mana ular bor 19 mingdan aka. 19 ming aka. Ha. Dema joyda chiqib bor. Ko'rdingmi mana edi? Nech pul aka bu ko'k olma? 15 ming. Bo'ladigan. Bo'ykachi? Bundan yo'q ham kamiga bo'lmaydi. Yo'q, 5 ko'z sotiladi buni. Nech pul bu? 9 ming. 9 ming. Oho, mandarin nech pul? Mandarin nech pul? 40 ming, oldagi 120 ming. 120 mingga 140 ming. Mana nech pul sotildi? Qo'y mana shu ham ko'kma. Mana 240 11 kiloli. Uzum nech pul ekan aka? 31 ming aka. 31 ming. Pulpulay nech pul aka? 105 ming. Pulpulay 105 ming. Mandarin nech pul akalar? YouTube'ga qo'yapman-da, ana nomer qo'yib qo'yasizmi, qo'ymaysiz? Qo'yasizmi? Necha nomer? 94lik. 158. 4 tol. Uzumchilarligimida? Bora avion-a? Avion ko'p-a? Bo'ldi, aloqaga chiqishadi. Bizdan yaxshimisizlar? Olyapsizmi hozir? Ha, olyapman. Siz olganim yo'q, просто mandarinni olyapman. Sizni ko'rsatganim yo'q. Mayli akalar. Nech pul aka qizil olma? Maydasi nech pul? 10 ming. 10 ming. Obunachilar olmalar narxi o'ta ko'tarilib ketgan. Qizil olma yeriga nech pul aka? 16 ming. Goldenchi? 12 ming. Elim üttüm ama seni sen buraya geç. Boynayma. Aka bo'yka olma nech pul? Bu 13 ming kelgan aka. 13 ming. 12 ming lira. Bunisi-chi?
Bular 9.000-8.500 ming. Bundan ko'pmi yo mashg'ulosmi? Bunda 7 ta bor. Yo, yana davomi, uydami, ag'dami, boshqacha bormi? Telefon nomer qoldirasizmi? YouTube'ga qo'yib turadi. Siz olganim yo'q. Yo'q, u Aloqa chiqishmay qolsin. hozir anaqa bo'lmaydi. Ha, bu nechi pul? Hammasi nima bu yetilmaganni sarg'aymagan. Hop. Aka bo'yka olma nechi pul aka? 10 ming. Hop. Bo'yka nechi pul? 8 chiqadi. 8. Qolyaptimi? Mana bitta bilan yana to'lanmi? Bo'yka olma 8. Ha, chekadagini olib olaylik. Yana bor. Yana bitta bor. Nechi pul ekan bo'yka? 13 ming. Qanday javob aka? Bo'ldi aka. 13 ming. Rahmat aka. Semir aka nechi pul aka? Semir aka 10 ming so'm. 10 ming. Nechi pul chiqarilaymi buni? 9 ming. Aka bo'yka nechi pul? Bo'yka 13 ming. Endi bo'ylab 13 ming. O'zi billar. Qarangda. Olayotganingizda qarasangiz. Bo'yka nechi pul aka? 7 ming berdim, 2 ta bo'ldi. 7 ming. Semir aka nechi pul aka? 8 ming ekan bu. 8 ming. besh ming 800 chiqadi. 5800 bor shu bilan. 5800 Semir aka olma srednisi. Aka qizil olma nechi pul? 14 beryapsiz. 14. 5 ta qoldi. Hop. Bo'yka olma nechi pul aka? 6.5 ming so'm. Ha, yaxshimisiz? 6,5 ming. Ertamatini shularmi? Golden nechi pul aka? 13 ming. 13 ming. Chorsu bozor bugungi kuniga 21-yanvar kechki bozor bo'lyapti. Pobeda nechi pul aka? 8 ming. 8 ming. Nechi pul chiqardingiz? Buni chiqarmadik hali. Bundan zo'rlari bor zo'rlari. Ha, bundan yaxshi chiqdi. Pobedan zo'ri nechi pul aka? 11 ming ekan. 11 ming. Bo'ykachi aka? 9 ming, ana so'm burma. Bunisi 9 ming. Bu ikkitasi 9 ming. Bu ikkalasi, ha? So'm 1 ming. Bu ikkalasi 11 mingdan. Nechi pul chiqardingiz chiqargandan? Ya hal chiqarmadingiz. 11 ming chiqardim. 11 ming chiqardingizmi? 5 tasini bir kishiga qo'yib berdim. Lekin ham 3 ta qoldi, kelishtirib beraman. Hop. Qolyapmiz. Ichki bozor. Aka bo'yka nechi pul? 9 ming. Bor olma haqiqatan videosi. Bor, hali. 13 beryapman. 13 ming bu. Bularchi? 10 ming beryapman. 8 dan bo'ladimi? Güzelsini ko'rmab, o'shani aytmayapti. Qishloq obunachilar. Narxlar baland. Qimmat bo'lsa qimmat, arzon bo'lsa arzon deb yozib ketasizlar kommentariyada. O'sha qo'ldan kelgancha video qilishga harakat qilyapmiz. Like, ishga bosib qo'yinglar. Akalar bu olma nechi pul aka? 25 ming so'm. Bunisi-chi? 22 ming so'm. 22 ming. Uşuklarınızla barçı. Barçı. Anorisi aka? 25 ming. 25 ming. 38 ming bunisi. 13. Buna ver oğlum. Mandarin nechi pul chiqdi akalar? 120 ming chiqdi. 120 ming.
Apelsinchi, fanta apelsin. 270. 270 mi? Qancha tushadi unda kilosi? 5 kilogacha tozasi chiqadi, 22 kilo. 22 kilodan. Aka noki nechi pul? 160 qilib beraman. 160 nechi pul tushadi unda? 16 ming. Kivini qancha? 16 ming. Qizil olma nechi pul aka? Aka 15 qilib beraman. 15. Ananaschi? Ananas 25 ming, 30 ming. 25 ming siz? Haftadan Oxir 115 ming. Aka, assalomu alaykum. Charchama qalaysiz? YouTube'ga qo'yapman. Nomer qo'yasizmi, qo'yasizmi? Nimasi YouTube'ga? YouTube'ga qo'yaman-da. Video qilyapman hozir. Qo'yasizmi nomer? Avion bormi sizda? Hozir internetga qo'yaman, YouTube'ga qo'yaman buni. Siz nomeringizni berasizmi? Avion bor. Ha, avioningiz bormi, misol to'g'ri? So'rasa, aloqa chiqsa. Nechi nomeringiz? Siz olganim yo'q. 97lik. Hop. 586 586 0767. Bo'ldi. Qolsin bunda, masalan, nomer qo'yib qo'ying deyapti aka. Kelishni beraverasiz-a? Aloqa chiqarasiz. Fanta apelsin nechi pul akalar? 270 ming karobga, kiloga 20 ming. Qancha tushadi unda kiloga? 270 ming bo'lsa, 13,5 ming kashnaqadan tushadi. Hurmatli obunachilar. Satanji nechi pul? Voy, satanji nechi pul? 15 ming o'shalaymiz. Satanchi aka 10 tadan ko'p olganga Bonus. 110 ming qilib beramiz. 110 ming. Ha, shuna denglar 210 ming deb qo'y. 110 ming so'm. Malades. Bozing zo'r mana. Bol bosamiz. Qiynalibmi yuribroq. Ana obunachilar, mandan narxlar tushyapti. Apelsin nechi pul aka? Bunisi. Bularni 15 dan, bularni 14 dan qo'yib beribdi torasiga. Hop. Ana hurmatli obunachilar. Shu bilan videolarimiz yakunlandi. Bugungi videolar. Nechi pul satanji aka? Kimdan? Sizlardan? 120 ming bizdan. 120 ming? Hurmatli obunachilar, qayerda, qaysi viloyatda deganlarga Namanganda Obiyat Varesdan kelishi o'ng qo'lda, buyog'i Chorsu Kalsoydan chap qo'lda. Adres Namangan Chorsu bozori. Kelaverasizlar. Videolarimiz yakunlandi. Xudo xolasa like, podpiska bosib qo'yinglar. Bundan xizmatlarni kamchiliklar bo'lsa, avvalo uzr so'raymiz hammalardan. Kamchiliklar sekin-sekin to'g'ri ko'rlaymiz. Hammalarga rahmat, salomat bo'ling.